Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, aziz tomoshabinlar, bizni kuzatib turgan kanalimiz a'zolari. Aytib o'tgan joyimiz 40 metrga 101 dan ketdi. O'sha yo'li shu yerga ketgan blogimiz 1010 ta ketdi. 70 ta tumba bo'ldi. 7 metrdan oralig'ini qo'ydik. O'zinglar ishimizga bir donagina mehnatimizni qadrlab bir donagina laykni bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Akamiz mana hozir davom etyapti. Mana ozgina ish jarayoni mana shu yerda. Ozgina o'zi ko'rinib turibdi, ozgina qoldi. Albatta bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Narxlarni yana bir qator aytib o'tamiz. Shu yerga urilgan blogimizni 3,5 ming so'mdan urib beryapmiz. Agar yonida bo'lsa 3 ming so'mdan urib beryapmiz. Buni o'zimiz tushirib, o'zimiz toshidik. Mana masofani ham ko'rib turibsizlar. O'shigacha toshiganimiz hisobiga 5 so'm qo'shilib qoldi. Qaysi viloyatdan ko'ryapsiz? Ustakalarimiz bo'lsa, akalar, narxi qimmatmi, arzonmi? Shular haqida qaysi viloyatdan kuzatyapsizlar? Kommentariyada izohlaringlarni qoldirasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.